Men eng zo'r musulmonman. Ramazonning so'nggi kunlarida hamma eng muhim narsaga erishishga harakat qilmoqda. Ya'ni Taqvo. Men uni Qiyam Layl savdo markazidan oldim. Yangi futbolka, yangi shim, yangi poyabzal va yangi soat. Agar kiyim qimmat va brend bo'lsa, nafaqat chiroyli ko'rinasan, balki yuzing chiroyli, gavdang chiroyli, oyoqlaring chiroyli, hatto orqang ham chiroyli bo'ladi. Hamma joy chiroyli bo'ladi. Men hayitni yaxshi ko'raman, chunki menda juda ko'p pul bor. Ro'za tutish meni haqiqatdan ham boy qiladi. Men keraksiz narsalarni sotib olmayman, tushlikka pul sarflamayman, sadaqa qilmayman, sayrga chiqmayman, hatto yuvmayman, soliq ham to'lamayman. Endi menda ko'proq pul bor. Ajoyib bu. Bu pulni nima qilsam ekan? Xo'sh, bu pul kimnidir juda baxtiyor qilishi mumkin. Ha, bolakay. Yo'taling uchun dori sotib olishing kerak. Mana bir chaqa. Nima aqlingiz joyidami, janob? Bu nimasi? Men hayitni yaxshi ko'raman-da. Men ro'zamni ochib qo'ydim. Shoshma. Axir men unutdim. Ramazon tugadi-ku. Endi men ozodman. Endi xohlaganimizcha yeyishimiz mumkin. Vaqt keldi. Bo'ldi, ajoyib. Men seni sog'indim. Netflix. Endi kino marafoni o'tkazamiz. Men hayitni yaxshi ko'raman, chunki menda juda ko'p. Bo'sh vaqt bor. Qur'onni keyinroq o'qiyman. Faqat bitta o'yin o'ynashim kerak. Faqat bitta va'da beraman. Bitta, ha. Onlayn o'yinlar juda qiziqarli-da o'zi ham. Yana bitta. Hozir xavotir yo'q, chunki bugun Men ozodman. Keling yana birga o'ynaymiz, odamlar. Sen eng zo'r musulmon emassan. Yana bir bor urinib ko'r. Ramazonning so'nggi kunlarida hamma eng muhim narsaga erishishga harakat qilmoqda. Ya'ni taqvoga. Taqvo Ramazon davomida shakllantirgan yaxshi amallarimizni davom ettirishdir. Bu shuningdek, Ramazondagi ibodatlarimiz qabul bo'lganining belgisi hamdir, inshaalloh. Ya Alloh, menga kuchliroq taqvo nasib etgin va qiyomul laylni doimiy ado etishga muvaffaq et. Ey Allohim, menga ro'zaning sunnatiga oshiq bo'lishni nasib etgin. Ya Alloh, meni Qur'onning do'sti qilgin har doim. Ya Alloh, menga ko'p odamlarga yordam berish va sadaqa qilish imkoniyatini bergin. Iltimos qilaman sendan. Ramazon davomida har kuni masjidga borib, har kecha qiyomul layl o'qidingiz. Ramazondan keyin bu odatlarni davom ettirishni istaysiz. Hatto kechasi atiga 2 rakat namoz o'qisangiz ham. Qiyomul layl vaqti keldi. Siz butun oy ro'za tutdingiz va yil davomida ham ro'za tutishni davom ettirishni istaysiz. Hatto bir necha kun bo'lsa ham. Sunnat ro'za tutaylik. Va albatta, Ramazon Qur'on oyi bo'lgani uchun siz uni kunu tun o'qidingiz. Ramazon tugagandan keyin ham Qur'on bilan yaqin aloqani saqlab qoldingiz. Shunday emasmi? Xo'sh, alhamdulillah.
Endi esa Qur'onni yodlash va uni hayotga tatbiq etishni davom ettiraylik. Amallarimiz Ramazon tugashi bilan to'xtab qolmasligi kerak, balki biz ularni davom ettirishimiz va yanada kuchaytirishimiz darkor. Chunki bu chinakam muvaffaqiyat belgisidir. Alfred, bu yil olgan foydamning barchasini sadaqa qilib yubor. Xo'p bo'ladi janob, nima desangiz shu. Musulmon darajasi oshdi. Sen eng zo'r musulmonsan.